Uzul HTML dersligi 5. ders HTML abzas va qurtashlash. Darslikning asosiy mazmuni 1. HTML abzas. HTML abzas p xat kuchi orqali belgilanadi. Pinla ishlatib oxirgi xat kuchini yozmasaqmi odatda tor ko'rguvchilar o'xshashli tuniydi. Uni abzas ayirishga ishlatamiz. Qurtashlashga maqolalardagi xat kuch buyrug'ini ishlatish ancha yaxshi odat emas. Shunga yangi qurg'u yetkazish uchun BR xat kuchini tavsiya qilamiz. Avval abzas haqidagi amaliy misolni ko'rib boqaylik. Bu bir abzas. Bu bir yangi abzas. İki abzasni tor ko'rgich orqali unumini ko'rsak, mana ikki abzas holatda chiqdi. İkinci HTML qurtashlash. HTML qurtashlash xat kuchiga BR orqali aniqlab beramiz. Uni odatda bir abzas ichida qurtashlashga ishlatamiz. BR elementi etish xat kuchi va xat kuch mazmuni bo'lmagan bo'sh mazmunli xat kuch hisoblanadi. Bununla bir amaliy misol ko'rib baqsaq, ma aslidagi bu bir abzas degan qismininki bu birning keyni, yangining keyniga ikki dona qurtashlash buyrug'ini bergandan keyin tor ko'rgishda unumini ko'rsak, ma bu bir yangi abzas holatda bu yerda birdan qurtashlanib mangdi. BR bilan ma BR, ya'ni oqida yantu siziq bor BR'ninki ikkisining farqi. Biz odatda buni hozirgi tor ko'rgishlarda ishlatsak, o'xshash unumga erishamiz. Lekin XML, XHTML shunday kelgusidagi HTML nashrlarda etish xat kuchi bo'lmagan xat kuch ishlatishga bo'lmaydi. Shunga yantusiz qo'shish orqali bu bo'shliqni to'liqlaymiz, ya'ni BR'ninki oqiga yantusiz qo'shish orqali mushkul etish uchuri borligini eskartamiz. Shunga BR'ni ishlatishda mavi oqidagi yantusiz holatdagi BR'ni ishlatish eng oqilan usul hisoblanadi.